Ayam bilan mana ongni rivojlantirish o'yinini o'ynayapti-da. Ayam mana nima desa, mana qovun deyapti. Sani kim yerga uryapti hozir? Ayezak ananas emas. Mana ananasmi aya? Mana uni aytdingizmi? Bu limon. Limon mana. Limon. Amberdanak mana. Qochinchi? Ayam bilan bozorga chiqish ochlik, suvsizlik. Ya aya. Ayam zo'r odati borda, akam bergan pulni yashirib qo'yibdilar. Bilmayman nima yashirgan, ma'lum dotlab qopti bozorda o'rtada. Aytsangiz nima qilardi? Aytsam kamroqqa berardi. O'zi ashunday edi u. Aya Qani akajon sizga bunday qilib kichkina pul bermaydilar, katta pul berganlar. Xo'p, qaranglar, urushmanglar, sizlarga zo'r sovg'am bor mana. Brokko brendidan bitta ko'ringlar, mana shirinliklarni yeb ko'ringlar, maza qilinglar bitta. Onaga ber birinchi qani. Ya. Qashdan zo'r ekan. Brokko brendi o'zimizda ishlab chiqarilyapti. Xullas ta'mlari juda ham yoqimli. To'g'risini aytsam, sifat a'lo daraja. Zamonaviy ta'mga ega har xil turlari bor. Eng muhimi hamyon bor. O'sha 4-chisini yapti. Nima bo'lma?